This is Radio Free Asia from Washington, D.C. The following program is in Uyghur. Erkin Asya Radyosu. Erkin Asya Radyosu. Assalamu alaykum, hürmetlik radyo anlıqçılar. Anlavatqınlar Erkin Asya Radyosu'nun 18 mart seyşembe gündeki Uygurca anlatışı. Amerika paytaxtı Washington'dan anlavatsızlar. Bugünkü programlarının riyasetçiligide Mihriban xizmetinlarda. Hürmetlik radyo anlıqçılar. Seyşembe gündeki bir saatlik anlatışımızda aval anlaydığınlar Uygurlar ve xalqara vaziyetga dair qısqa xabarlar. Anlatışımızın devamında vaqa ve mulay sayfası boyunca tayarlangan programlar huzurunlarda buludu. Hürmetlik radyo anlıqçılar. 18 Mart seyşembe gündeki bir saatlik anlatışımızını Uygurlar münasebetlik qısqa xabarlardan başlayımız. Bugünkü xabarlarni radyomuz muxbiri Uygar tayarladı. Yaqında Xitoy doiralari Uyg'ur elida islohotni umumyuzlik cho'nqurlashtirish xizmatining asosiy nuqtalarini e'lon qilgan bo'lib, lekin bu demokratik siyosiy islohot emas, balki Xitoy hukumatining Uyg'ur elidagi siyosiy, ijtimoiy, sanoat, energiya, savdo iqtisod, ideologiya, boshqa har jihatlardagi idora qilish siyosatidagi muhim vazifalarni ko'rsatadi ekan. Tangirtog' to'g'rining maxsus xabarga asoslanganda Uyg'ur Abdum Rayliq partiya siyosiy tadqiqot ishxonasi yaqinda Uyg'ur Abdum Rayliq partiya komitetining islohotni umumyuzlik cho'nqurlashtirish islohot komitetining 2025-yillik xizmat nuqtalarini rasmiy tarqatgan. Xabardan ma'lum bo'lishicha, Uyg'ur Abdum Rayliq doiralari o'tgan yili kelgusida 5 yil ichida Uyg'ur elida elib boradigan islohotni texnik cho'nqurlashtirish vazifalarini bekitgan bo'lib, buning ichidan bu yil elib boradigan 155 cho'ng ko'lamdagi islohot vazifasi o'rin olgan. Mazkur xizmat vazifalarining birlik kelgan davlat bozorining qurilishini ilgari surib, Ipak yo'li iqtisod balbig'ining yadrolik rayoni qurilishini teziltish, yuqori sifatli tijorat o'rinlarini yetishtirish va davlat egiligidagi korxonalarning islohotini cho'nqurlashtirish va yaxshilash va boshqalar ekanligi ko'rsatilgan. Lekin bu vazifalarning ichidagi Bingtuan bilan 14 viloyat va shaharning ijtimoiy, iqtisodiy taraqqiyotidagi to'sqinliklarni va masalalarni hal qilishni ilgari surish alohida ko'zga chiliqadigan bo'lib, Xitoy doiralari yaqinqi yillardan buyon Bingtuan bilan yerlikni birlashtirish, ya'ni bir gavdaga aylantirish ishlarini aktivlashtirmoqda edi. Yaqinda Tangirtog' to'g'rida Bingtuan bilan yerlikni qo'shib o'tish yig'ini orqasidagi cho'nqur ma'nolar nomli bir maqola e'lon qilgan. Maqolada Bingtuan bilan yerlikni qo'shib taraqqiy qildirish ta'kidlangan. Shuningdek, Bingtuanning Xinjiangning umumiy qurilmasida texnik muhim rol o'ynayotganligi, Bingtuan olburun Xitoyning davlat xavfsizligining kapolati, Xinjiangning taraqqiyoti, millatlar ittifoqini ilgari surish va muqimlikni qo'g'dashdagi strategik kuchga aylanganligi ko'rsatilgan. Xitoy doiralarining mazkur 2025-yillik islohot xizmat planida yana qonunchilik, tashviqot, madaniyat, ijtimoiy boshqarish qurilmasi, davlat bexatarligi qurilmasi va boshqalarni texmo kuchaytirishmi o'rin olgan. Shuningdek, yana Junxo millati o'rtaq gavdasini mustahkamlash va Uyg'ur elini Xitoyning energiya sohasining strategik baz qilishning oldin qatoridagi vazifalar ekanligi ta'kidlangan. New York vaqti gazetining 18 martdagi maxsus xabariga asoslanganda, butun Xitoydagi hukumat organlari DeepSeek shirkatining qurg'uvchisi Xi Jinping bilan ko'rishgandan buyon bas-bas bilan sun'iy aql epi DeepSeekni ishlatishga erishman ekanligini ko'rsatgan. Mazkur xabarda mundaq deyilgan. Sud mahkamasining xodimlari DeepSeekni bir necha minut ichida qonuniy hukm tayyorlash uchun ishlatdi. Xitoyning sharqidagi Fuzhoudagi bir doktorxonadagi doktorlar uni davolash planini tavsiya qilish uchun ishlatdi.
Xitoyning janubidagi shahar Meyjo'da hukumat yordam liniyasida dipsekni ishlatib javob berdi. Hong Kongga yaqin shahar Shenzhenda yo'qolib ketgan yoki yo'qolib ketganligini bildirgan kishilarni izlayotgan amaldorlar kuzatish sinalg'usini tahlil qilish uchun dipsekni ishlatgan va kam deganda 300 ahvolda ularning izini qo'llay olgan. Mutaxassislarning bildirishicha, DeepSeek Xitoy hokimiyatining kontrolligida bo'lib, hukumat tashviqotiga mos holda uchur tarqatar ekan. Yaqinda Xitoyning DeepSeek sun'iy aql detalining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini yoshirilgan qurolga aylanganligi ma'lum bo'lgan edi. Amerika Avom palata a'zosi va Davlat Majlisi istixborot komiteti a'zosi Derin Lahut va Avom palata a'zosi Josh Gothamir DeepSeekning hukumat aslarlarida qo'llanishini cheklash uchun bir qonun loyihasi tunishtirgan edi. Ular bu vaqtda e'lon qilgan rasmiy bayonotida Xitoy texnik shirkatining Amerika aslarlariga qarata josuslik qilish xavfi borligini ogohlantirgan edi. Şinjan gazetining xabariga asoslanganda 3-oyning 12 kuni 2025 yildagi markaz korxonalarining sanoat orqali Şinjanni gullantirishdagi muhim turlarga mablag' solishni ilgari surish yig'inida Xitoyning davlat homiyligidagi 6 korxona Uyg'ur eli bilan 54 mablag' turini imzolagan. Mo'ljallanishcha, ularning Uyg'ur eliga solgan sanoat mablag'i 130 milliard yuandan oshadi ekan. Markaz qarashli korxonalarning 40 dan ortiq korxona Şinjandagi muhim turlarga 380 milliard yuandan ko'proq mablag' solishni planlagan. Mazkur xabarda markaz qarashli korxonalarning Uyg'ur eli bilan energiya, davolash va boshqa sohalarda hamkorlik o'rnatganligi tashviq qilingan bo'lib, neft va tabiiy gaz ishlab chiqarish va pishiqlab ishlash sohasida Xitoy davlatlik neft shirkati va Xitoy neft ximiya sanoat shirkati chorlash va ichish salmoqini oshirdi. Buning ichida Xitoy davlatlik neft shirkati 2024-yili 58 milliard yuandan ortiq mablag' solishni tamomladi. Neft va tabiiy gaz ishlab chiqarish miqdori tarixdagi eng yuqori rekordni yaratdi deyilgan. Xitoyning bu vaqtdagi statistik ma'lumotlarga asoslanganda 2023-yili Uyg'ur elining xom neft mahsulot miqdori 32 million 701 ming tonna, tabiiy gaz chiqarish miqdori 40 milliard 730 million kub metr bo'lib, 2022-yili bilan solishtirganda 6% oshgan. Bu miqdorning yildan-yilga oshayotganligi ma'lum. Uyg'ur eli Xitoyning muhim neft, tabiiy gaz, tabiiy boylik va majbur emgak bazasi bo'lib qolmay, balki yana Xitoyning ichki o'lkalarni tok bilan ta'minlaydigan muhim strategik elektr energiya ta'minot bazasiga aylangan. Xitoy hukumatining boshqarishdagi cho'ng korxonalar Uyg'ur eliga solgan mablag'ni ko'paytirish orqali Uyg'ur elining boyligini to'liq kontrol qilish yo'liga mongan. Doktor Henry Shajaskining qarashicha, Xitoyning strategik iqtisodiy plani Uyg'ur rayonining qizg'in boyliqlariga qarata yurgizilayotgan bo'lib, bu o'z navbatida Xitoyning Uyg'ur rayoni insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilishdagi sabablardan biridir. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti 18 mart kuni bayonot e'lon qilib, 18 mart bilan 20 mart oralig'ida Uyg'ur eliga boradigan Tailand vakillar o'migidan Xitoyning Uyg'urlar qilgan ziyonkashligi va Uyg'ur elidagi inson haqlari dafsanchiligi to'g'risida oshkora axborot e'lon qilishni, Tailand hukumati majburiy qaytargan 40 nafar Uyg'urni ziyorat qilishni talab qilgan. Mazkur bayonotda kishilik huquqni kuzatish tashkilotining Osiyo direktori Elena Person mundaq degan: Şinjanni ziyorat qilgan Tailand vakillar o'migi Xitoy hukumati tayyorlab qo'ygan naqshi usul saqlanlariga aldanmasligi va Xitoyning nachar obrazini yaxshilash harakatiga yantayoq bo'lmasligi kerak. Balki Tailand vakillar o'migi Xitoyning Uyg'urlar qilgan haqiqiy muomalasini doklad qilish kerak. Ular Tailand hukumati qaytargan 40 nafar Uyg'urni cheklimsiz ziyorat qilishni keskin talab qilib, bu ziyorat haqida ommaga doklad berib, o'zlarining to'kilgan inovatini asliga keltirish kerak. Tailand hukumatining 27 fevral kuni 40 nafar Uyg'urni Xitoyga maxfiy qaytarib berishi, muhojiratdagi Uyg'urlar, kishilik huquq tashkilotlari, shunaqla Amerikani o'z ichiga olgan bir qism demokratik davlatlarning kuchlik noroziligi va ayblashiga uchirgan edi. Amerika Tashqi ishlar ministri Marco Rubio 14 mart kuni bayonot berib, Uyg'urlarni Xitoyga majburiy qaytarishda mas'uliyati bor Tailand amaldorlariga viza embargosi qo'ydiganligini e'lon qilgan edi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi 17 mart kuni bayonot e'lon qilib, Tailandning 40 nafar Uyg'urni Xitoyga qaytarib berishini maqtagan. Hamda Amerika Xitoy bilan Tailandning
qonun ijro qilish hamkorligiga aralasha olmaydi deb aybi ko'rsatgan. Hürmetlik radyo anlıqçılar. Erkin Asya Radyosu'nun 18 Mart Seyşembe gündeki Uygurca anlatışı davamlaşmakta. Ben bugünkü program riyasetçisi Mihriban. Növətdə məxsus sebeplər boyunca verildiğin anlatışımızı başlayırız. Bugün bunun da radyomuz muhbirleri ve ixtiyari muhbirlerimizin tayarlışıda Uygurlar vəziyyətinə ait təfsili xəbər analizi, söhbət, obzor qatarlıq proqramlar huzurunladı bulur. Hörmətlik radyo anlıqçılar, növətdə diqqətinizlər məxsus səhifələr boyunca verildiğin anlatışımızın təfsilatı da bulsun. Amerika Tashqi ishlar ministerligining o'tgan hafta Taylandni o'z ichiga olgan chet el hukumat amaldorlaridan Uyg'urlarni Xitoyga o'tkazib berishda mas'uliyati bor kishilarga viza embargosi qo'yilganligini e'lon qilishi, shuningdek Yevropa parlamentining Uyg'urlar haqida qaror loyihasi ma'qullashi alohida diqqat qo'zg'amoqda. Növətdə viza embargosi və qarar layihəsinin Uyğur musafirlarni qoğdaşdakı əhəmiyyətiga qarata farqlı fikirlər o'tirg'i qo'yilmoqda. Tövəndə bunun təfsilatını öz muxbirimiz Erkindan anglaysizlar. Amerika Tashqi ishlar ministri Marco Rubio o'tgan juma kuni Tayland hukumatining 27 fevral 40 Uyg'urni Xitoyga qaytarishda javobgarligi bo'lgan. Vazifa o'tayotgan yoki vazifadan ayrilgan sobiq Tayland hukumat amaldorlariga viza embargosi qo'yganligini e'lon qildi. O'xshash vaqtda Yevropa parlamenti mutlaq ko'p ovozining qo'llashida qaror loyihasi ma'qullab, Taylandning Uyg'urlarni Xitoyga qaytarganligini aybladi. Qaror loyihasida Tayland hukumatining Uyg'urlarni qaytarishni darhol to'xtatib, BDT musofirlar oliy mahkamasining Taylandga qolgan Uyg'urlar bilan ko'rishishiga yo'l qo'yishi, ularning hozirgi salohiyat haqida aniq uchurlar bilan ta'min etishi talab qilingan. Qaror loyihasida Yevropa komissiyasining Tayland bilan bo'lgan erkin savdo suhbatidan foydalanib, uningga besim qilish talab qilingan. Bu Amerikaning tunji qitim siyosiy panohlik tilaguchi Uyg'urlarni Xitoyga qaytarishda rol o'ynagan chet el hukumat amaldorlariga qarata jazo tadbiri e'lon qilishidir. Navbatda Amerika viza embargosining Tayland bilan cheklanmaydiganligi, uning boshqa chet el hukumatlarini nishon qilganligi qayd qilinmoqda. Marco Rubio'ning ta'kidlashicha, Tashqi ishlar ministerligi qo'g'dilishga ehtiyojli bo'lgan Uyg'ur yoki boshqa etnik diniy guruhlarni majburiy Xitoyga qaytarishda mas'uliyati bo'lgan yoki uningga sherik bo'lgan chet el hukumat amaldorlariga viza embargosi qo'yiladi ekan. Shuningdek, bu kishilarning ba'zi oila a'zolari embargo obyekti bo'ladi ekan. Halbuki Amerikaning viza embargosi Taylanddagi davlatlar uchun xalqaro qonunga xiloflik qilishning badili bo'lganligi, Xitoyning besimiga qarshi tangponlik shakllantirganligi. Shuning bilan bir vaqtda Yevropa parlamenti qaror loyihasining qanchalik ta'siri bo'lishi, yana Yevropa komissiyasining buni qanchalik nazarda tutishiga bog'liq ekanligi qayd qilinmoqda. Manchester Universitetining tarix fanlari lektori, Uyg'urshunos, Uyg'ur tarixining muqaddas yo'llari nomli kitobning avtori Ryan Tomning ko'rsatishicha, Amerikaning jazosi musofirlar ahtinomsiga xiloflik qiluvchilarning badal to'laydiganligining signalini bermoqda ekan. The message is clearly that the US Ryan Tom mundaq deydi. Bunun berdiği aniq signali shuki, Amerika musofirlar va kishilik huquq masalasidagi mas'uliyatiga xiloflik qilgan davlatlarga badal to'latmoqchi bo'lyapti. Balkim bu Xitoydan kelayotgan besimga qarshi tangponlik shakllantiradi. Ryan Tom Amerikaning jazosi 3-chi davlatlar uchun Uyg'urlarni Xitoyga qaytarmaslikning badili bo'lganidek, ularni Xitoyga qaytarishning badili bo'lganligi. Navbatdagi vaziyatda kelajakni mo'ljallash intoyin mushkul bo'lsa-mu, ammo embargo Taylandga qolgan Uyg'urlarni qo'g'dash uchun yaxshi fursat bilan
ta'minlaydiganligini bildirdi. It's impossible to predict the future, Ryan but Tom I think mundaq dedi. Kelgusini mo'ljallash mumkin bo'lmasa-mu, ammo bu embargo qilib qolgan 8 Uyg'urni qo'g'dash uchun yaxshi fursat bilan ta'minlaydi. Halbuki Marko Rubio'ning 14 mart e'lon qilgan bayonotida biz Xitoyning uzundan buyon Uyg'urlar qarshi olib borgan irqiy qirg'inchilik ham insoniyatga qarshi jinoiy qilmishlarini nazarda tutib, dunyodagi har qaysi hukumatlarni Uyg'ur va boshqa guruhlarni Xitoyga majburiy qaytarmaslikka chaqiramiz deyilgan. Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishining tadqiqot direktori Henrik Shejevskiy Amerikaning viza embargosining asosan Uyg'urlarni Xitoyga o'tkazib berishini aytdiki, hukumatlarga qartilganligini ta'kidlamoqda. the Department of State sanctions on Thai officials. Henrik Shejevskiy mundaq deydi. A measure used Tashqi ishlar ministrligining Tailand amaldorlariga embargo qo'yishi burun ko'rilib boqmagan bir tadbir. send a message. Bu kelgusida Uyg'urlarni qaytarmoqchi bo'lgan hukumatlarga berilgan bir signal. Albatta, embargo bu xil harakatlarni cheklash fikridir. Lekin Henrik Shejevskiyning qarashicha Amerika embargosining Uyg'urlarni qo'g'dashda yoshirin kuchi bo'lsa-mu, ammo Tailandga kelib qolgan Uyg'urlar yana tahdid ostida tutulmoqda. This is about as much as the US can do at this point, I Henrik think. Shejevskiy And, 14 mart bu vaqtga ziyoratimizni qabul qilganda mundaq deydi. that these sanctions Amerika shu andagi paytda mushinchilik qila oladi deb qarayman. Men embargoning bu shaxslarni qo'g'dashda yoshirin kuchi bor deb o'ylasammi, ammo bu shaxslarning bexatarligi tahdid ostida ekanligi aniq. Uning qayd qilishicha, Tailand hukumati bu tahdidni texmo kengaytmoqda ekan. Halbuki Tailand hukumati mayli Yevropa parlamentining qaror loyihasi bo'lsin yoki Amerikaning embargo siyosati bo'lsin, Tailandga ta'sir ko'rsatmaydiganligini bildirmoqda. Bangkok hukumati Tailandning Amerika bilan bo'lgan o'zaro hurmat qilish va o'rtaq strategik manfaat asosidagi uzun muddatlik ham yaqin ittifoqdoshlik ahdnomasiga qimmat beradiganligini, Yevropa parlamenti chiqargan qaror loyihasining Yevropa ittifoqi Tailand erkin savdo suhbatiga ta'sir qilmaydiganligini, ikki taraf savdo kelishimini pat yaqinda imzolashga kelishganligini aytgan. Lekin Yevropa parlamenti a'zosi Engin Arog'li 18 mart muxbirimizga bergan bayonotida Tailandning vaziyatning jiddiyligini tonib yetishi ham Yevropa komissiyasining Tailandning xalqaro prinsiplarga xiloflik qilishining bedeli bo'lganligi haqida ogohlantirish kerakligini bildirgan. Engin Arog'li mundaq deydi. Men Tailandning vaziyatning jiddiyligini e'tirof qilishini, Yevropa ittifoqining Xitoy bilan kishilik huquq xiloflik qilish masalasini so'zlashishini kutaman. Xalqaro prinsiplarga xiloflik qilish jazosiz qolmasligi. Yevropa ittifoqi buni Tailandga aniq etishi kerak. Shuning bilan bir vaqtda Engin Arog'li yana Yevropa parlamentining bu masalaga tutgan pozitsiyasiga qoyilmasligini, Yevropa parlamenti Uyg'urlar Xitoyga o'tkazib berilishdan burun bu masalani hal qilish fursatini qasddan qochirib qo'yganligini ta'kidlamoqda. Halbuki Germaniyadagi tahdid ostidagi xalqlar jamiyatining irqiy qirg'inchilik masalalari direktori advokat Hanno Schadler Yevropa komissiyasining Tailand bilan bo'lgan savdo kelishimini Tailand qilib qolgan Uyg'urlarning bexatarligi bilan bog'lash kerakligini bildirdi. The Commission should make it clear to Thailand that Hanno Schadler mundaq deydi. Yevropa komissiyasi cho'qim Tailandga uning bilan savdo munosabatini kengaytirishi, Tailandning Uyg'urlarni Xitoyga qaytarishda xatoligini qayta sodir qilmasligi bilan bevosita bog'lanishlik ekanligini aniq ravishda aytish kerak. Hanno Schadlerning qayd qilishicha, Yevropa ittifoqidagi ba'zi siyosiyonlar savdo suhbati bilan kishilik huquqni ayirish tarafdori bo'lsa-mu, ammo bu qaror loyihasi Yevropa parlamentining Uyg'ur musofirlarining vaziyatini yaqindan kuzatib turganligini ko'rsatmoqda. we guess that some EU politicians want to separate trade negotiations Hanno from Schadler, rights matters. bizning qiyosimizcha Yevropa ittifoqidagi ba'zi siyosiyonlar savdo suhbatini kishilik huquqdan ayirmoqchi bo'lsa-mu, ammo bu qitim ma'qullangan qaror loyihasi Yevropa parlamentining 2020 yil ma'qullangan umumyuzlik mablag' selish kelishimining prinsiplariga amal qilganligini, Uyg'ur musofirlarining vaziyatini yaqindan kuzatayotganligi ham bu masalani uningdan ayirib qarashga bo'lmaydiganligini ifodalamoqda deb ko'rsatdi. Amerika hukumati bilan Yevropa parlamenti Uyg'urlarning Xitoyga o'tkazib berilsa, ularning hayotiy xavfga uchraydiganligini ogohlantirsa-mu, ammo Xitoy hukumati Uyg'urlarni qaytarib kelishining Tailand Xitoy qonunlariga, xalqaro qonun ham qoidalarga uyg'un ekanligi, Amerikaning buningga aralashish huquqining yo'qligini bildirmoqda. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Mauning Xitoy hukumatining o'z grajdonlarini qo'g'dash majburiyati ham mas'uliyati borligi, ularning urug' tuqqanlari bilan jam bo'lib, normal hayotga qaytishiga yordam qilganligini aytgan.
Növbətdə Taylandның Dövlət Müdafiə Ministri və Ədliyyə Ministri bir vəkillər üməkini başlap 18 martdan 20 martgacha Uyğur rayonunda ziyoratda bo'ladi. Tayland doiralari vakillar umagining 27 fevral Xitoy qaytarilgan 40 Uyg'urning ahvolini ko'rib kelganligini qayd qilsa, ammo bu ziyorat faqat Xitoy hukumatining Xinjiang tashviqotiga yaraydiganligi. Tayland bu tashviqotning bir parchasiga aylanganligi qayd qilinmoqda. Amerika Xitoy o'ttirsidagi savdo urushi temasının qaytadan o'ttirib chiqishiga agishib, Xitoy hukumatining buningga qaytarma hujum tariqasida o'zlarining har qanday shakldagi urushga tayyor ekanligi to'g'risidagi bayonotlari har qaysi axborot sahifalaridan yer oldi. Ammo munosabatlik reallik Xitoy hukumatining amaliyotda savdo urushi ilib keldigan foydasiz oqibatdan bakmo andish qilayotganligini ko'rsatmoqda. Tuanda muxbirimiz Azizning bu vaqtki təfsili məlumatları diqqətinizdə buludu. Amerika prezidenti Donald Trump Aqsarayga qaytib kelgandan buyon Xitoydan import qilinadigan tovarlarga qo'yiladigan tamojni bejini 2 qatim o'stirdi. Shundaqla buning Xitoydan kelayotgan fentanilni cheklashdagi bir muhim tadbir ekanligini eskartdi. Xitoy hukumati buningga javoban tezdan bir qism kam tepiladigan mineral moddalar eksportiga chek qo'ydiganligini hamda Amerika tavasidan keladigan yezigilik mahsulotlariga texmo eg'ir tamojni beji qo'ydiganligini jakarildi. Shuning bilan bu masala yengilashdan diqqat markazidan o'rnalashga boshladi. Amerika hukumati 2 apreldan boshlab Xitoydan keladigan mollarga qo'yiladigan tamojni bejini o'stiradiganligini e'lon qilgandan keyin Xitoy hukumatining bu masalani bizga qarshi jang e'lon qilganligi deb tushunganligi ma'lum. Shu sababdan Xitoy hukumati o'zlarining bu masaladagi maydonni ifodalab tezla biz Amerika bilan bo'lgan har qanday urushga tayyor. Yana kelib bu urushni oxirigacha qilishga tayyor degan. Amerika Mudofaa ministri Pete Hegseth buningga inkos qaytarib, biz Xitoy bilan urushga tayyorlik qildik. Bu urushning qanday bo'lishi muhim emas. Chunki tinchlikqa muhtoj bo'lgan kishi kuchli bo'lishi va urushga tayyor bo'lishi kerak degan. Well, we're prepared. Those who long for peace must prepare for war. If we want to deter war with the Chinese or others, we have to be strong. And that president understands peace comes through strength. He also has urushi haqidagi bayonlardan ma'lum bo'lishicha, Amerika hukumati o'stirmoqchi bo'lgan tamojni bejining umumiy qiymati 50 milliard Amerika dollariga yetgan. Xitoy hukumati tezdan buningga inkos sifatida Amerika taraf eksport qilmoqchi bo'lgan yezigilik mahsulotlariga 50 milliard Amerika dollari qiymatida import beji qo'ymoqchi bo'lgan. Amdilikda bo'lsa, Aqsaray ilgari o'stirmoqchi bo'lgan tamojni bejining umumiy qiymatini 100 milliard Amerika dollariga o'stirganligini e'lon qilgan. İki taraf o'rtasidagi undaq qazonga mundaq cho'mish shakldagi bu savdo urushining chuqonlari yuqori pallaga chiqish bilan birga bu vaqtdagi fikrlarga o'xshamagan shakllarda o'ttirga chiqdi. CNN'ning bu vaqtdagi obzorida Amerika Xitoy o'rtasidagi savdo urushi bu tariqada davom qilsa, hech kimning buningdan manfaat qozonmaydiganligi ta'kidlanib, Xi Jinping shuningga cho'nqur ishchimdagi boj urushi, savdo urushi yoki texnika urushi har qachon tarixning aqimiga xilof. Bundaq urushda g'oliblar bo'lmaydi deyildi. Shundaqla Xi Jinpingning bu vaqtdagi so'zlaridan naql keltirib, Xitoyning ahvoli yaxshi bo'lsa, dunyoning ahvoli yaxshi bo'ladi. Dunyoning ahvoli yaxshi bo'lsa, Xitoy uchun bu hol texmo foydali bo'ladi degan qurlarni eskartirdi. Ammo Wall Street Journal gazetining 5-martdagi obzor maqolasida bu xil fikr aqimining hech qanday asosi yo'qligi, aksicha Xi Jinpingning navbatdagi savdo urushining davom qilishidan bakmo vayim yeyotganligi tafsili yer oldi. Obzorda aytilishicha, Xi Jinpingning bu xil andishlari amaliyotda Donald Trump 2024-yil noyabrda Amerika prezidenti bo'lib saylanib chiqqandan boshlangan. Chunki Amerika bilan qarshilashish ayni vaqtda sobiq Sovet ittifoqini dunyodan ayrilgan yetim holga tushirib qo'ygan. Dunyoning eng chong ishlab chiqarish zavodi deb ta'riflanayotgan Xitoy uchun bu xildagi dunyodan ayrilib qolish mohiyatda uning tub dasmasidan ayrilib qolganligiga barobar bo'lib, Xitoy bu xil manzarani ko'rishni xohlamaydi. Yana bir yoqdan bu hol yolg'iz savdo sohasi bilan cheklanib qolmaydi. Hozir Xitoy duch kelayotgan Amerika bilan raqobatlashishning mazmuni so'g'uq urush davridan buyon ko'rilib boqmagan zo'r kuchlarning uzangi so'qish turishi.
bo'libmi iqtisod, texnologiya va siyosiy jo'grafiyalik ustunlikni asos qilgan raqobat bo'lib, bularning hech qaysida Xitoy ustunlikni egallamagan. Ichki qismdagi iqtisodiy qurilmada ko'rilayotgan chekinishga shohid bo'layotgan Shi Jinping bo'lsa, xalqaro savdo sistemasiga tayinib, Xitoyning iqtisodiy vaziyatini yaxshilashga texmo muhtoj. Bundaq ahvolda Xitoyning ayni vaqtdagi Sovet ittifoqidek 20 orolga aylanib qolishi shubhasiz Xitoyga bakli ziyonliq. Chunki bundaq ahvolga tushib qolganda Xitoy o'z tovarlarini dunyoga taqitish va zarur bo'lgan ochqishliq texnikalarni import qilishda zo'r to'sqinlikqa duch keladi. Shunga Xitoy bundaq holga tushib qolishdan mutlaq saqlanish kerak. Abturning qarashicha Xitoy uchun hamdami qo'rqinchli bo'lgani Donald Trump saylan mezgilda Xitoyga qattiq qo'l bo'lganligi haqida ko'p qatim va'da bergan bo'lib, bu qatim jumhuriyatchilar Amerika Davlat Majlisida g'olib o'rinni egallagan. Shunga bu ma'nodan olganda Donald Trump ojiz o'rindan emas, aksicha g'oliblik nuqtasidan Xitoy bilan rubro bo'la oladi. Dal shunday bo'lganligi uchun u o'z diqqatini texmo bekrak Xitoyga markazlashtirish maqsadida Amerika hukumatining O'rta Sharq va Ukrainadagi to'qinishga aralashib qolish vaziyatiga xotima berishni jiddiy o'ylashga o'tgan. Uning Rossiya rahbari Vladimir Putinni o'ziga tortishimi Rossiya bilan Xitoy o'rtasidagi munosabatga shino qaqishni maqsad qilgan. Rossiya bilan ittifoqdoshlik o'rnatish orqali G'arbga jang e'lon qilish hamda dunyo tartibini qaytadan o'rnatish ko'yda yurgan Xitoy uchun bu zodla yaxshi xabar emas. Bu vaqtda so'z bo'lganda Brookings aqllar markazining xodimi John Calver well, there are the gratuitous references in the quite sort of tedious documentation and in the ularning boshlig'ini o'qimi tushangil bo'lmaydigan uzun hujjatlarda tashqi muhitdagi qiyinchiliklarning ko'payayotganligi ko'p qitimlab tilga olindi. Shundaq buningda ko'plagan tahdidlar va xiristlarning o'zlarini kutib qo'yganligi ishora qilindi. Xitoy savdo ministrligi bo'lsa hukumat ijro qiladigan bir qism tadbirlar bo'libmi tashqi muhit sohasida Xitoyning tashqi eksporti duch kelayotgan besimlarni yengiltirgan tadbirlarni ijro qilish haqida so'z qilyotdi. Shuning bilan birga hukumatning zo'r kuch bilan yeşil savdo rayonini barpo qilishga tirishayotganligini, eksportni jonlantirish uchun ba'zi alohida tadbir nizomlarni yo'l qo'ydiganligini ta'kidlayotdi. Ammo bu ishlar Xitoy uchun aytganda soqollik oshqa qo'saq to'ymaydi degandek hech narsaga dal bo'lmaydigan choralardir. Dal shundoq bo'lganligi uchun Xitoy hukumati hozir Trump hukumati e'lon qilgan 20% tamojna bejining nemidan darak berganligini yaxshi tushundi. Demakchi bo'lganim agar Xitoy butun kuch bilan Amerika e'lon qilgan tamojna bej masalasiga xuddi shu shaklda qaytarim zarb beramiz desa, bu yoqdan Trump hukumatimi ularga qarshi boj miqdorini oyma-oy o'stirsa, Xitoyning bu jihatdagi ahvoli texnik nacharlashadi. Yoki buningda hech qanday kelishim o'tirib chiqmaydi. Or if there wasn't any kind of temporary trade deal, which a lot of people are still talking about, to be fair. Obzorda aytilishicha, Amerika hukumatining Panama kanalining kontrollik huquqini Xitoydan qaytarib olish tirishchanligimi Amerika hukumatining nazarida Xitoy bu joyda o'tgan 30 necha yilda barpo qilib chiqqan g'ul muassasa qurilishlarini milliy xavfsizlik uchun tahdid deb qaraganligining oqibati. Abturning qarashicha, Shi Jinping oldingi qatimliq savdo urushidan olgan eng chong savoq qancha ko'p mush assa, shuncha ko'p narsadan ayrilib qoladiganligini his qilganlik hisoblandi. Chunki ikki taraf o'rtasidagi savdo munosabatida Amerika taraf Xitoydan sotib oladigan tovarlar va boshqa mahsulotlar Xitoyning Amerika tavasidan sotib olganlaridan nechasi ko'p. Buni Xitoymi yaxshi tushunadigan bo'lg'achqa 2025-yili 20-yanvardagi qasam berish murosimiga taklif qilingan Shi Jinping bu taklifni keskinlik bilan rad qilmasdan o'zining muavini Xanjingni avatgan. Maras fondining Xitoy masalalari bo'yicha mutaxassisi Michael Pillsbury bu vaqtda to'xtalib, shundan buyon oz degandimi bir necha turkum Xitoy vakillar o'mikining Washington shahriga kelganligini, o'zining shular bilan bo'lgan suhbatni his qilganlari asosida ular bakla parishon ko'rindi. Chunki hozir Xitoyning iqtisodi chatoq. Navoda Trump hukumati tamojna bejini oshirsa, buning Xitoy uchun ofat bo'ladiganligini ular yaxshi biladi deydi. Yana bir yoqdan hozir Xitoy hukumati 2025-yildagi iqtisodiy yuksalishning nisbatini 5% ga yetkazishni nishon qilayotganligi uchun savdo urushining davom qilishi Xitoy uchun yangi xiristlarni paydo qilishi mumkin deb qaralmoqda. Bo'libmi Trump hukumatining Amerika birinchi shuari amaliyotda 1995-yili Dunyo savdo tashkiloti barpo qilib chiqqan o'lchamlarni buzib o'tish oldida bo'lib, Amerika hukumati Xitoy taraf yillardan buyon davom qilib kelgan tengsiz miqdordagi eksportni izchil turda Amerika xalqining manfaatini ziyonga uchirtib kelgan deganga ishindi. Bu nuqtani Xitoy tushunadigan bo'lg'achqa yaqinqi bir necha haftada Amerika savdo vakillar o'miki bilan suhbatda bo'lgan Shi Jinping va uning yordamchilari ko'p qatimlab biz Amerika bilan dushmanlashishni emas, aksicha sheriklik va hamkorlik munosabati o'rnatishni xohlaymiz degan. Bu vaqtda so'z bo'lganda John Calver mundaq deydi. Well, the thing that I think most people were looking for was what sort of growth target would the Chinese government set for this year.
Again, everybody was expecting it to be about 5%. Menimcha, nurg'un kishi ko'z tikayotgan bu masala Xitoy hukumatining bu yilgi iqtisodiy taraqqiyotining nishonini qanday bekitishidir. Hozir hamma kishi bu sonning 5% atrofida bo'lganligini mo'ljallayotdi. Ammo ular qanday qilib bu nishonga yetadi? Gap mana shu yerda. Hozir Xitoy o'zining xomchot qizil raqamini va moliya qizil raqamini oshirib, yillik milliy ishlab chiqarish umum qiymatining 4% ga yetkazganligini ta'kidlayotdi. Bundaq bo'lganda moliya xarajati biroz oshadi. O'sim nisbati biroz tövellaydi. Bankalarning naqd pul zapasiga bo'lgan talab sal tövellaydi. Hukumatmi bir qism tadbirlarni qo'llanib, uy mulk bozorini muqimlashtirdi. Iste'molchilar hukumatning konini yangi almashtirib berish siyosati bo'yicha qo'llardagi kon tavalarni yangi tavalarga almashtira oladi. Hukumat yana bir yoqdan qarz berishni ko'paytirish va pensiya maoshini o'stirish orqali har qaysi oilalarni chiqim qilishga rag'batlantirish mumkin. Ammo bu tadbirlarning qanchalik ijro qilinishidan qat'iy nazar, ular hech qachon tez suratli yuksalishni amalga oshira olmaydi. Chunki bu jihatda hukumatning qila oladiganlari har qachon baxilchaklik bo'ladi. Bundaq ahvolda ular tashqi savdo jihatda, bo'libmi savdo va tamojna beji masalasida baxil tipirlab qoladi. Particularly with regards to trade and to tariffs and so on and so forth. Növbətdə iki tərəf o'rtasidagi savdo munosabatida Amerika tərəf ana shu yo'sinda ustunlikni egallayotgan bo'lsa-mu, yaqinqi ba'zi taraqqiyotlar ikki tarafning fentanyl va tamojna beji masalasida suhbatlashishga tayyorlanayotganligini namoyon qilmoqda. Xitoy hukumati Uyg'ur elida yuqumli kasalliklarning oldini olish va kontrol qilish cho'ng bazasi qurishni planlab, dastlabki qadamda 100 million yuan mablag' sarflagan. Mutaxassislar bu bazaning qurilishini Lopnordagi boshqariladigan bombani sinab qilish bazasiga qiyoslamoqda. Tuanda diqqatinglar, muxbirimiz Uyg'urning bu vaqtda tayyorlagan tafsiliy programmasida bo'lg'ay. Yaqında Xitoy hukumati Uyg'ur elida Xitoyning asosliq va eng cho'ng yuqumli kasalliklarining oldini olish va kontrol qilish bazasi qurilishini boshlaganligini va bu qurilish uchun dastlab qadamda 100 million yuan mablag' solganligini e'lon qilgan edi. Mutaxassislar Xitoy hukumatining Uyg'ur elida yuqumli kasalliklarning oldini olish va kontrol qilish bazasini qurishi Lopnordagi boshqarilgan bombani sinab qilganga o'xshab ketganligini ilgari surmoqda. Yana ular Uyg'urlarning bu tür uchun og'ir badal to'laydiganligini ko'rsatmoqda. Xinjiang gazetining 11 martdagi maxsus xabarga asoslanganda Xitoy hukumati Uyg'ur elida Xitoyning asosliq va eng cho'ng yuqumli kasalliklarning oldini olish va kontrol qilish bazasi qurilishini boshlagan. Mazkur xabarda Davlatlik taraqqiyot va islohot komiteti Uyg'ur avtonom rayonlik 6-xalq doktorxonasining davlatlik asosliq yuqumli kasalliklarning oldini olish va kontrol qilish bazasi turiga dastlab qadamda 100 million yuan mablag' solganligini alohida tilga olgan. Uyg'ur kishilik huquq qurilishining tadqiqotchisi doktor Henrik Chajeski Uyg'ur elida qurilmoqchi bo'lgan eng cho'ng yuqumli kasalliklarning oldini olish va kontrol qilish bazasi haqida ko'z qarashini sharhlab mundaq dedi. Of course, the government is talking about this development as one which serves the greater good of China. I think that Albatta, hukumat bu taraqqiyotni, ya'ni bu yuqumli kasalliklarning oldini olish va kontrol qilish bazasini Xitoyning manfaatiga xizmat qildi deb so'zlayapti. Menimcha bu harakatning nimaga chetilganligi Xitoy uchun intayin to'nishliq bir ish. Bir qism qiyin masalalarni hal qilish uchun bu qurilishning Uyg'ur rayonida bo'lishi kishini o'ylantirdi. Bu bazaning qurilishi xuddi Lopnordagi atom bombasini sinab qilish bazasiga o'xshaydi. Buni Xitoy nopsi zich o'ltiraqlashgan joyda qilib bo'lmaydi. Agar bunda qilsa Xitoy hukumati xalqining qattiq qarshiligi va g'azabiga duch keldi. Bu sababdan ular Uyg'urlar ko'p joyini tanlagan. Bu bazani Uyg'ur rayonini qurish Xitoy hukumatiga siyosiy jihatdan bexatar hisoblandi. This is a similar case here, that the Uyghur region is the selected space. It's seen as less politically safer
to place this in the Uyghur region. Lager şahidi Zümrət Davud radiomuz ziyaretini qabul qilib, Uyg'ur elida qurilmoqchi bo'lgan yuqumli kasalliklarning oldini olish, kontrol qilish bazasining Uyg'ur elida davom qilayotgan klinik sinaq bilan bog'lanishliq ekanligini tilga oldi. 2018-yili 3-oyda tutqun qilinib, Urumchidagi bir lagerga qamalgan Zümrət Davudning qayd qilishicha, lagerda tutqunlarning hammasiga har 24 soatda bir qatim dori berildi ekan. U mundaq dedi: Lagerda berilgan dori va ukullarning ta'sirida as tutish qobiliyatim bak nacharlashdi. Ezim kelmaydigan va suydikumni tutolmaydigan bo'lib qoldim. U tarafda u insonga qaramaydi-ki, hayvonlarga muomala qilgandek muomalalar bo'ladi. Kapsul berdi shu. Budak dori. Dorini kunda bir qatim yegizdi. O dorining ta'siri qanday desangiz, masalan, uyingizda meni 3 bolam bor. Bir sig'inish deydigan narsa yo'q. Yoki ularni aslayolmaydigandeklar. Bolam bor, yo dadam bor, masalan, yashagan dadam bor deydi. Meni 3 bolam bor deb bola degan onaning yurki. Deymiz, u bolalarimni qallamga kirmadi. Dadam yashab qolgan. Dadamni qallamga kirmadi. Yer ichib uxlab shu ashundaqlar shu. Endi u dorini desangiz, meni u chaqda endi balet qo'rimsaqdi. U Google'ning ta'sirini rastlasam Google urdi. Men 60 kun yotdim turmada. Talaga chiqqandan keyin, anadan keyin atrofdagilarning shu Google urgandan keyin odat ko'mganligi, anadan keyin meni esimga aros. Hech qaysimiz shu taqdir ayz ko'rganimizda bo'lmadi. Shu kunni kutganda deb u chaqda anadan esim keldi. Deb chiqqandan keyin atrofda ancha-muncha Google bo'ldi. O'shanda Google o'tadiga eskamay degan gaplarni nasib chiqqandan keyin boshqalarning og'zida anglab, andan keyin ha deb tushundim. Boshqa bo'lgan rost. O chiqqandan keyin balki dori ukullarning ta'siridir va yoki turmining ichidan so'g'oqligi bir sinish nimasi deb yo'qda so'g'oq. Uni uchun optab ko'rsattirmay chiqmaydi. Shuning uchunki sudlik tutamaydigan bo'lib ketgan. Ashna ishda yapqandan boshlab 5 kundan keyin so'g'oqdan ashta bo'lamiz mumkin tang yo dorining kuchini ketdan sudlik tutqun bo'lmaydi. Ashna ishlik ayollarning ishlarning eg'iva o bir xil qop ketgan gibi hemmemiz nasıl. Özdekilerin sürügümüzü tutamayız şu. Özdekilerin dökülüp gidiyor. Örtürsem dökülüp gidiyor. Ben 8 aygachilik üzerine işlep kontrol kılamadım. Hele ki vallahi nazak istekle kulağını kiyip aşında nem kıldım. Börekne acil bu mesela sürük yolları diyen işlerin hemmisiymiş börekten bulduğum için. Belki şu doğrularının tesiri şu sürük tutamaydı. Örtürsem olduğu için şirketkinden duymayısız. Aşında halatda. Qarab qo'yaq berdi. Xitoy hukumatining Uyg'urlar va boshqa asonliq millatlarning din uchurini majburiy yig'ib, buni xohlagan ishlatish masalasi xalqaroning ayblashlariga uchragan edi. Yaqinqi yillarda chet el shirkatlari va tadqiqotchilarining Xitoy bilan hamkorlashib, Uyg'urlar va Uyg'ur elidagi boshqa yerlik millatlar ustidan klinik sinaq, to'qilma hujayrasi va DNA tadqiqot olib berishi bu xil hamkorlik turlarining ilmiy axloq o'lchamlariga bo'lgan andishini paydo qilgan edi. Avstraliya tadqiqotchilarining Xitoy bilan hamkorlashib Uyg'ur va Uyg'ur elidagi yerlik millatlarning to'qilma hujayrasi va DNA ustidan tadqiqot olib borganligi, buning 10 yildan beri davomli kelayotganligi ma'lum bo'lgan edi. Xitoyning Uyg'ur elida yuqumli kasal bazasi qurdiganligi haqidagi xabarda yana mundaq deyilgan: bu tür tamomlangandan keyin cho'ng tipdagi yuqumli kasallik yuz berganda jiddiy va og'ir kasallarni bir yer to'plab davolash ixtiyoriga ega bo'ldi. U davlatning talabiga asosan yuqumliq ahvoli jiddiy va og'ir bo'lgan kasallarni boshqa rayonlardan bu yerga tezlikda yo'tkalaydi. Halbuki Amerikadagi siyosiy analizchi Gordon Chang yuqoridagi bayonotlarga raddiya berib, qurilmoqchi bo'lgan bu bazaning bundan keyin Xitoy doiralarining texnik ko'p irqiy qirg'inchilik qilish uchun ishlatilishi mumkinligini bildirib, mundaq dedi: Xitoy hokimiyatining Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni deb ataladigan yerda davlatning asosli yuqumli kasalliklarning oldini olish va kontrol qilish bazasini qurishi gumonli. Biz doiralarning u rayondagi Uyg'ur, Qozoq va boshqa turk asonliq millatlarning DNAsini zo'rlik bilan yiqqanligini bilamiz. Yangi aslahadan foydalanib, bu xalqlar ustida ularning roziligini olmay turib tajriba olib bordiganligi aniq. Xitoy Xinjiangda irqiy qirg'inchilik qilib beryotidi. Shubhasizki, bu planlangan aslaha bundan keyin texnik ko'p irqiy qirg'inchilik qilish uchun ishlatildi. Mazkur bazaning qurilishi va uningga ta'sir qilgan omillar haqida so'z bo'lganda, Amerikada yashaydigan doktor Mamtimin Imin apandi mundaq deydi: Tanarxining tuvan bo'lishi va iqtisodiy unumning bak yuqori bo'lishi qatorliq sabablar tufayli
Xitoy hukumati Uyg'ur elida yuqumli kasalliklarning oldini olish va kontrol qilish bazasini qurishni planlagan. Bu asosligi Xitoylarga foyda manfaat olib keldi. Uyg'urlar ko'p badal to'laydi. Covid'dek vabo tarqalganda Xitoy hukumati ichki o'lkalardan Xitoy kasallarni Uyg'ur eliga olib kelishi mumkin. Bunun da bir neçe sebep oluşu mümkün. En mühimi birisi tanarkını tövelletip, meyli o kesellikten aldığın elişi olsun, ya ki kesellik doğrusida tadqiqot ilib berish olsun yoki kasal davolash bo'lsin mayli qaysi nuqtadan aytgan vaqtida oldi bilan bizning vatanga o'xshash zimini kang bir rayonda bunday ishni qilishninki tanarxi tovan anandan keyin iqtisodiy unumi yuqori bo'ldi deb qarayman chunki xitoyninki bir yo'l bir balvoq projektisi bizningki vatandan yevropa tarafga so'zilgan bo'lg'achqa kelgusi nurg'unlagan tijoriy masalalarda buning bir afzalligi bor deb qarayman. Qanchalik foydasi bo'ldi buni hozir bir narsa qiyin qanday desangiz bu xitoyniki burunqi siyosatlari qarg'a vaqtda bizniki vatanda qurilgan nurg'un zavod fabrikalarniki foydasini ko'p qismini ishga chiqqan ko'chmanlar olgan bo'lsa az bir qismi uyg'urlarga tekkan bu biz ko'rib turayotgan bir yolliq ya albatta mumkin tamamen mumkin buni lager şahitlerden anlab keldi neçilik lager jarayonida lagerlarda har xil dorilarni bilinmagan dorilarni ishlatganlik to'g'risida xabarlarni anlab keldik. Şu nuqtani qavaqtizim bu tamamen mümkün. Bunu mayli mecbur qilsin yoki ixtiyor qilsin har qanday bir yine dora vaksina yoki har qanday bir tibbiy mahsulot cho'qim sinov qilinadi. O bir real axloqqa uygun kelmaydigan yoki qonunga uygun kelmaydigan ish bularni Xitoyda qilmaydi degan bo'lmaydi. Xitoyning ichki o'lkalari bo'lib sharqdagi o'lkalarga nisbatan shimoldagi ya'ni bizning vatan bo'lsin, Gansu bo'lsin, Malchinxay bo'lsin, u yerda nopos nisbatan shalong bo'lganligi uchun kelgusida cho'ng tipdagi yuqumli kasalliklar tarqalgan vaqtida kasallarni boshqa kishilardan ayirish uchun aşağı nopos shalong shunday raylarga yetkishi bu tabiiy ishda. Uyg'ur kishilik huquq qurilishining 2016-yillik dokladida Xitoy hukumatining 1964-yildan 1996-yilgacha bo'lgan oralıqda Lopnur rayonida ilib borgan atom sinoqlarining tuproq sufatining og'ir darajada buzilishi bilan birga yerlik xalqning salomatligiga og'ir ziyonlarni olib kelganligi, yerlik Uyg'urlarning rak kasaliga o'xshash og'ir kasalliklarga giribdor bo'lish nisbatining oshqonligi ma'lum bo'lgan edi. Qadrli radio anglovchilar, bu programmani Washingtondan Uyg'ur tayyorladi.
Hürmetlik radyo anlıqçılar. Erkin Asya Radyosu'nun 18 Mart seyşembe günlük programısı devam kılmakta. Nöbette radyomuz muhbiri Qutlanның tayarlışındaki Yoruq sayılar sahipsi boyunca berildiğen anlatışımız huzurunlarda buludu. Assalomu alaykum, hurmatli radio anglag'uchilar. Yoruq sayılar sayfimizga xush keldinglar. Men mazkur sayfining programma riyosatchisi Qutlan. yılı 6 ayının 14 günü bir ömür vatani uchun tipirlagan bir o'tliq yurak so'qishdan to'xtaydi. 64 yillik qisqagina hayotiga 1930 yillardagi Xotan inqilobining yo'lboshchiligini, Sharqiy Turkiston tarixidan iborat buyuk bir obida asarning muallifligini, Xitoy tarixchilari bilan bo'lgan murassasiz qalam kurashlarini, shundaqla muhojiratdagi vatan davosining mushaqqatlik jarayonlarini sig'dirgan bu kishi vataniga tutashgan armonlari ilkida bu dunyo bilan vidolashidi. Bu kishi 20 asr Uyg'ur tarixidagi buyuk bir shaxsiyat Muhammad Emin Bug'rodir. Qadrli radio anglag'uchilar, tövəndə diqqətinizlər Muhammad Emin Bug'ro və onun kurash hayotiga bag'ishlangan maxsus radio programmasida bo'lg'ay. Hurmatli Olimjon Inoyat apandi va Taran Uyg'ur apandi, bugungi yo'riq sayillar suhbatimizga xush keldinglar. Oldi bilan Olimjon apandi sizdan so'rab baqsam, Muhammad Emin Bug'roning 1947 yilning oxiri Sharqiy Turkistondagi eng oliy bilim yurti, ya'ni Xinjiang institutining professorligi taklif qilinganligi ma'lum. Bug'roning o'z davrida bu qimmatli fursatni ching tutib, Xinjiang institutidagi Uyg'ur o'quvchilarga tarix darsi berganligi qayd qilinmoqda. Bu haqda qisqacha ma'lumot bersangiz. 1948 yılı Burhan Şehidi Nanjang'da turvatkan mezgilde Fuji aynı çağdaki Xinjiang İnstitutu'nun muavin müdürü bolgan. Burhan Şehidi Urumchiga qaytib kelganda Mesut Sabri Baykozi onunla başka vazife vermeyenlik için Burhan Xinjiang İnstitutu'nun müdürlük vazifesini ötesini devamlaştırgan. Burhan Nanjang'da turvatkan mezgilde ülkelik hükümet reisi Mesut Sabri Baykozi İbrahim Muti'ni muavin müdür kılıp tayinlab Muhammad Emin Bug'roni bu institutda Uyg'ur tarihi dersi berishga belgilagan. Muhammad Emin Bug'ro bu fursatdan foydalanib Uyg'ur o'quvchilarga Uyg'ur markazlik milliy tarixni anlatishga tirishgan. Bu shu chog'dagi millatchilarning ma'rif sohasidagi tirishchanligini ko'rsatib berdi. Millatchilar haqiqiy Uyg'ur tarixi orqali milliy tarbiyani, milliy kimlik angini kuchaytirishga nihoyatda ahamiyat bergan. Muhammad Emin Bug'roning Uyg'ur tarixidan ders berishi Burhanni qattiq bearam qilgan. Burhan aslimilarda mundoq deb yozadi: "Men ma'rif sohasidagi ahvolning yaxshi emasligini his qildim. Pan-turkistlar vatanga bo'lgunchilik silishga, xanzularga o'chmanlik qilishga qudratqullik qilyotdi. Vatanning birligi tahdidga uchirgan keng ommaning ideyasi nihoyatda qalamakonlashgan edi." Әмді Taran Uyg'ur apandi sizdan so'rab baqsam, Muhammad Emin Bug'ro bilan Burhan Shaydi o'ttirsidagi Xinjiang institutining dars munbirini markaz qilgan tarix munozirasi haqida qisqacha ma'lumot bersangiz. Ma'lumki, Memtun Bug'ro apandi bundan burun Sharq Turkistonning tarixi nihoyatda tafsiliy bayon qilingan bir parcha asarni vujudga chiqargan edi. Xitoy o'lkalarida turayotgan mezgillarda Xitoyning shiovinist tarixchilari bilan Sharq Turkistonning tarixi haqida nihoyatda kuchli munoziralar olib borgan, ya'ni qalam kirish olib borgan edi. O'zining adabiy asarlari orqali vatandagi xalqning tarix ro'yini, o'zlik ro'yini yetaklash, shundaqla ularning kurash irodasini tovlashga harakat qilgan edi. Lekin Memtun Bug'ro apandi erishamagan birdan bir narsa dal bir dars munbiri edi. Xuddi Memtun Bug'ro apandi erkizdiga bergan bir qitim suhbatida tilg'og'ini o'xshash, buning eng yaxshi ko'rilgan kasbi, shundaqla hammadan bek orzu qiladigan o'rni dal o'qituvchilik va maktabdan iborat bo'lgan. Natijada 1948 yilga kelgan vaqtda Memtun Bug'ro apandi atalmish Xinjiang Darul Funun, ya'ni Xinjiang institutida faxriy professorlik unvoni bilan Uyg'ur tarixidan yoshlarga dars berishga boshlagan. Albatta bu xil yuzlanish Burhan Shaydi boshchiligidagi Xitoy parastlarni sarosimaga solgan. Natijada Burhan Shaydi boshchiligida Xitoyga moyil tarix
maqsadsiz bilan o'zlariga murid to'plashga tirishib kelgan. Demak, Mamtun Burapandi Xitoyga shundoqla Xitoyparastlarga nisbatan yangi bir sabtin, ya'ni ma'rif sohasi va darslik munbirdan yangi bir maydon hujum qo'zg'ashga muvaffaq bo'ldi deb qarayman. Olimjon apandi, Muhammad Amin Buğra Şinjan institutidagi Uyg'ur o'quvchilarga Uyg'urlarning ajdodlari 10 ming yildan buyon Sharqi Turkistonda yashab kelgan degan bo'lsa, Burhan Shaydi qarshi maydonda vaz aytib, Şinjan 2000 yildan buyon Jungoning zimini bo'lib keldi degan Xitoy markazlik tarix safsatasini bozog'i solgan. Әмді sizce Muhammad Amin Buğra bilan Burhan Shaydi o'ttirsidagi Şinjan institutining dars munbirini markaz qilgan tarix munozirasining mohiyatlik farqlari zoda nada? Burhanning ifodasi bilan aytganda, Muhammad Amin Buğra bilan Burhan Shaydi Sharqi Turkistondagi millatlar tarixi masalasida o'z oldiga bayroq tiklagan. Muhammad Amin Buğra Uyg'urni markaz qilgan milliy tarix bayrog'ini, Burhan Shaydi bo'lsa Xitoy markazlik tarix bayrog'ini ko'tarib chiqqan. Muhammad Amin Buğraning tarix nuqtai nazari bo'yicha Sharqi Turkiston 10 ming yildan buyon Uyg'ur millatining yurti. Shuning uchun Sharqi Turkistonda Uyg'urlar xo'jayin bo'lish huquqiga ega. Boshqa millatlar chetdan kelib makonlashib qolgan millatlar. Ularning xo'jayin bo'lish huquqi yo'q. Albatta, Buğra bu yerdagi Uyg'ur ifodasi bilan Sharqi Turkistonda yashayotgan turkiy xalqlarni, chetdan kelib makonlashib qolgan millatlar ifodasi bilan Xitoylarni ko'zda tutgan deb qarash mumkin. Sharqi Turkistonning 10 ming yildan buyon Uyg'urlarning ana yurti bo'lib kelgan degan qarash, ya'ni Sharqi Turkistonni 10 ming yildan buyon Uyg'urlarning ana yurti bo'lib kelgan degan qarash Turg'un Almasning Uyg'urlar nomli kitobida ilgari surilgan. Mualliflar bu qarash orqali Xitoyning Şinjan azaldan Xitoyning bir parchasi bo'lib kelgan, Uyg'urlar Mongoliyadan ko'chib kelib yerlashib qolgan degan safsatasiga qarshi chiqqan. Buğra'nın fikri bo'yicha Uyg'urlar 10 ming yil burunmi Sharqi Turkistonda va Tarim vodisida yashagan. Keyin iqlimdagi o'zgarishlar tufaylidan bir qism Uyg'urlar shimolga, bir qismi g'arbga ko'chib borgan. Burhanning Xitoy markazlik tarix nuqtai nazari bo'yicha Şinjan 2000 yildan ortiq vaqtdan buyon Jungoning bir tarkibiy qismi bo'lib kelgan. Xuddi Jungo birla millatning emas, hamma millatning Jungosi bo'lganidek, Şinjanmo birla millatning emas, balki hamma millatning Şinjanı. Burhan aslimalarida mayli dernek yig'inlarida bo'lsin, mayli institutda bo'lsin, bu safsatini targ'ib qilganligini aytadi. Bu ko'zqarash Kuomintang hukumatining hozirgi kommunist Xitoy hukumatining rasmiy tarix qarashi. Mayli Xitoyda bo'lsin, mayli Sharq Turkistonda bo'lsin, Uyg'ur tarixi haqida yozilgan kitoblarning ko'p qismi mana shu tarix nuqtai nazari bo'yicha yozilgan. Shunga bu Xitoy markazlik tarix nuqtai nazari bo'yicha yozilgan tarix kitoblari qanchalik yuqori ilmiy saviya bilan yozilgan bo'lishidan qat'iy nazar Uyg'urlarni qoyil qila olmaydi. Demek ki aynı çağdaki atalmış Şinjan İnstitutu'da Muhammad Amin Buğra vekilliğindeki Uygur merkezlik milli tarih nuqtai nazari bilan Burhan vekilliğindeki Xitoy merkezlik tarih nuqtai nazari o'rtasida nihoyatda keskin kurashlar bo'lib o'tgan. Endi Taran efendi sizdan so'rab baqsam, 1948 ve 1949 yıllarda Muhammad Amin Buğra'nın Şinjan institutida Burhan Shaydi bilan elib borgan keskin tarix munozirasi, uning Xitoy tarixchisi Li Dongfang bilan 1944 yilning oxirlarida Chongqingda elib borgan qalam ko'rishdan keyingi yana bir qatimliq tarix ko'rishi bo'lib hisoblandi. Bu ikki qatimliq tarix ko'rishini selishtirganda sizcha qanday xulosa chiqarg'ili bo'lar? Mamtun Burapanininki 48-49 yillarda Burhan Shaydi bilan ippagan Uyg'urlarningki tarixiy tarkibi shundaqla Sharq Turkistonga bo'lgan egilik huquqi haqidagi munozirlar ixtiyorsiz holda 1944-yilninki oxiri Mamtun Burapani bilan Xitoy tarixchisi Li Dongfang o'rtasida berilgan qalam ko'rishini asıltadi. Bu ikki qitimliq munozirda Mamtun Burapanininki qarshisiga chiqqani biri Xitoyninki tajovuzchilik muhitiga vakillik qildigan va uni to'xtamay yoqlaydigan bir atalmish Xitoy ziyolisi bo'lsa, yana biri o'z millatimizdan chiqqan Sharq Turkistonninki ayni vaqtdagi siyosiy qurilmasida nihoyatda muhim o'qib tutayotgan Xitoyparast biri edi. Bu ikki maydon munozirada o'zgarmagan bir narsa Mamtun Burapanininki ichki va tashqi dushmanlarga qarshi tavranmas irodasi, bir tarixchiga xos sufati va salobati, shundaqla Sharq Turkistonninki tarixiga nisbatan o'ziniki nihoyatda ochiq va oshkora va prinsipal ko'z qarshi deb qarayman.
ya'ni Sharq Turkiston tarixi ustida so'z bo'lgan vaqtda mayli Xitoy tajovuzchilarininki shovinistik safsatlar bo'lsin yoki ichimizdan chiqqan xoinlarninki manqurtlarcha qulchiligi bo'lsin, Mamtun Borapaninki har dam o'zininki qalamdan iborat o'tkir qilichini qinidan chiqara oladiganligini ko'rsatib turdi deb qarayman. Әмді Алымжан әпәнді, Muhammad Amin Бұғраның Uyghur оқуғычыларының Burhan Shaydi bazagı sağan Xitoy mərkəzlik tarix səpsətdəsi haqqidagi sualiga kəskinlik bilan uni millatning xoini dangla degan so'zni qandoq tushunish kerak? Muhammad Amin Buğra bilan Burhanning farqli tarix nuqtai nazari o'quvchilar, ziyolilar orasida qattiq talash tortishlarga sababchi bo'lgan. O'quvchilar Muhammad Amin Buğradan Burhanning Xinjiang birla millatning emas, balki hamma millatning Xinjiangga degan fikriga qanday javob berishni so'raganda, Buğra ularga Burhanni millatning xoini danglar deb javob bergan. Mantiqi bo'yicha aytganda, bir millatning kechmishini, o'tmishini, tarixini inkor qilganlik o millatning mavjudiyatini inkor qilganlik bo'ladi. Bir millatning mavjudiyatini inkor qilganlik, millatni sotganlik, millatga ihonat qilganlik bo'ladi. Buğra mushu mantiqi bo'yicha Burhanni millatning xoini deb qaragan. Endi Taran Uyg'ur apandi Muhammad Amin Buğraning Burhan Shaydi haqidagi yuqorqi hukmiga siz shaxsan qanday qaraysiz? Menimcha Mamtun Borapaninki bu bir jumla so'zi uningki Sharq Turkiston masalasidagi eng oxirgi qizilsizlik deb qarayman. Ya'ni Mamtun Borapandi ta 30-yillarda Sharq Turkistonda inqilob, qurolli inqilob qo'zg'agandan tortib, toki vatan sirtiga chiqishi bo'lgan orliqda o'xshamagan ko'z qarashdagi, ideologiyadagi millatdoshlari bilan har xil shaklda o'xshamagan darajada ishbirlik qildi va Sharq Turkistonning mustaqilligini adoqqa maqsad qilgan holda birga xizmat qilishga muvaffaq bo'ldi. Ammo Burhan Shaydidan iborat Sharq Turkistonning milliy tarixini burunlab uni Xitoyning foydasiga sundirib turib sharhlaydigan kishilarga nisbatan albatta Mamtun Borapandininki qizil sizg'i dasaldi. Shunaqla Mamtun Borapandi yuqorqi ultimatum xarakterli so'zi bilan bunga nihoyat qattiq raddiya berdi deb qarayman. Ya'ni Mamtun Borapandi vatanning tarixidan iborat, millatning tarixidan iborat shunday prinsipal masalalar kelganda hech qachon yo'l qo'yishni xohlamagan. Qadrli radio anglovchilar, yuqorida 20-asr Uyg'ur tarixidagi mashhur shaxsiyat Muhammad Amin Buğra va uning kurash hayotiga bag'ishlangan maxsus radio programmasining 57-qismini angladinglar. Bu vaqtdagi anglatishimizning oxiri davomli diqqatinglarda bo'ladi. Programmani Qutlan tayyorladi. Qimmatlik radio anglovchilar, shuning bilan Yo'riq Sayillar sayfisining bugungi anglatishi bu yerda oxirlashdi. Sayfimizning kelar haftalik sonda ko'rishayli. Xush vaqt bo'linglar.